Surxon davlat qo'riqxonasi bo'ylab safarimizni davom ettiramiz. Darani chiroyligini qarang. Ertaklardagidek, juda boshqacha ta'sir bo'lyapti lekin dara bilan bo'lgan. Xavfsiz sezildi bular. Nechta edi bular? 3ta sinf. Tepaga chiqdi, tepaga. Aylab ketdi. Tushib ketdimi? Qarang tomonni. Yuqoridan ko'rganda o'zini jarlikka mana shu otib o'rgandek tuyulgani bilan aslida ular unday qilmaydi. Pastlikka sakrab tushib, qoyani narigi tomoniga o'tib ketadi. Sakraydigan joyini oldindan his qilib, mo'ljallab o'sha joyga aniq tushadi. Qolganlari qo'shdi, ketyapti. Daraxtni ko'ryapsizmi? Ha, ana tepada. G'orni to'g'risida. G'or tepasida. Ana joylarda. Mana topdi. Tepada ular po'ylab turgan ekanda, qarang ha. Sheriklanib turgan. Aynan bir-biriga urilib ketdi. Ularni qaytaramiz. Yugurib ketayotgan vaqtida o'ngga chapga qochaman deb shunday bir aynalayapti-da, orqadan bittasi quvib yetib oldi. Tik va chiqish imkonsiz bo'lgan qoyalardan iborat bo'lganligi uchun ham bu joylar morxo'rlarning eng sevimli maskanlaridan biri hisoblanadi. Nafaqat ozuqaga boyligi, balki chiqish mushkul bo'lganligi sababli ham ko'plab ona morxo'rlar shu hududda bolalaydi. Tinch hudud bizda mana shu yerda ov jarayon bo'lmaydi. Odam ko'p yursa, bular ko'p joy saqlamaydi, ya'ni qochadi, tinch joyga qochadi. Keladi mana shu saratonlarda ham xazan yeydi tepadan. Obeddan keyin mana shu paytlar gala-gala bo'lib suvga tushadi. Kelib, masalan, men shu mashina bilan shunday kelaman, ko'chadan ko'rgan joyda bir 30 metrga chin suv sagani mana shu ikki ko'zi odamga qaraydi, mana shunday tinimsiz suvchi bo'ladi. O'zi xumoridan suvdan to'ygandan keyin sekin chiqib ketdi. Demak, bu mana shu mahalliy aholini munosabatini ham keyingi oxirgi 4-5 yilda bular aniq bilib, o'sha hurkmaydiganroq bo'lgan. Oxirgi yillarda qo'riqlash zamonasi kuchaytirilganligi sababli ham mana shu jonivorlar masalan bemalol kelib suvlarni ichib bemalol mana bunday yuradi. Mana qishloq aholini oldiga hech qaysi joyda bunday jarayon bo'lmaydi. Qishdan chiqqan morxo'rlar ko'pincha ozg'in va kuchsiz bo'ladi. Hozir ham bu jonivorlarning sillasi quridi. Bundan buyog'iga ularni tasvirga olishimiz bu jonivorlarga zarar keltiradi xolos. Tangidevon darasiga yetib keldik. Muhudin aka, bu qanday g'or endi bu? Endi bu Tangidaradagi qoyalarda, kanyonlarda betidagi Sirli g'orlardan biri. shunday insoniyat kirib ko'rmagan buni ichiga. Uni ishini qarang, ketganini. Chunki mutlaqo kirishning imkoniyati ham yo'q ekan-da. Ana qora mumiyami? Emas, o'sha mumiyaga o'xshayapti. Ko'p chuqur emas ekan-chi? Yo'q ekan, lekin qarang, ana qora narsa nima edi ana shu? Betiga mumiyalar yo'q. Nima betak qoladi? Nima uyasi mana cho'plar yig'ib tashlagan. Burgut. Burgut uyasi bor ekan. Qoyil ekan. Bu hozir yo'q ana hech narsa. Hozir yo'q. Bular qachon tuxum qo'yamiz? Chaproqqa qarang, chaproqlar. Bular už hozir qo'yargan vaqtda. Eng birinchi o'chi yirtqich qushlar tuxum qo'yardi. Mana mumiyami, asl mumiyami chapda bundan? Yo'q, bu qora mumiya emas, suvda izi. Ko'htang tog'i markazidagi bu dara Xatak va Xomkon qishlog'i oralig'ida joylashgan. Tangidevon so'zi forschada tangi, torlik, siqiqlik, devon esa beklik idorasi joylashgan joy. Ya'ni Tangidevon tor darada joylashgan devon, beklik ma'muriyati ma'nosini anglatadi. Keling, u yer ham kamar bo'lib qarang. Ha, mana shunga boraylik. Qani? O'ngga. Narigi tomondan boramiz endi. Tepani qarang, archadan suv uzib tushgan. Archani qarang, toshlar ostidan chiqqan. Uyga bor ekan. Jayrib yo'qqa chiqaradimi? Chiqadi, qarang, shoti o'tadi o'sha yoqdan yo'l. Bu dara Ko'htang tog'ini janubiy g'arbdan shimoliy g'arbga yo'naltirib ikkiga bo'ladi. Dara juda baland, tik qoyalardan tashkil topgan bo'lib, g'oyat go'zal ko'rinishga ega. Uzunligi Xatak qishlog'idan to Boshbuloqqa qadar 14 kilometr bo'lib, o'tmishda Tangidevonda Bosh Chorbog', O'rta Chorbog', Quyi Chorbog' deb atalgan 3 ta qishki qishloq va 3 ta yozgi chorbog' bo'lgan.
Bizda hozircha shular. Keyingi dasturlarimizni ham o'tkazib yubormang.